Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Bugun ekib ko'rsatgan gul urug'larim aynan ana shu begoniya gullarining urug'lari edi. Bu yerda har xil sortlari bor va chiroyli gullaydigan, katta yirik gullaydigan. Bular aynan kartoshkali begoniya gullar hisoblanadi. Hali bularni o'zimizda ko'p uchratmadim. Buni urug'larini Xitoy davlatidan zakaz qilib olib keltirib, bugun sizlarga video davomida ekib ko'rsataman. Kecha ham chiqargan edim. Aynan qanaqa qilib ekishdi, teplechka holatida ekiladi. Boshqa gul urug'lari ham bor. Ularni ham Xudo xohlasa asta-sekin ekib sizlarga ko'rsatib boraman. Har xil chiroyli gullaydigan osma begoniyalar tepaga ilib qo'yib parvarish qilsangiz ham bo'ladi. Gullashi katta bo'ladi gullari, har xil barglari yirik ko'rinishda bo'ladi. Bularni parvarishi haqida ham aytib o'taman. Bular asosan issiq hududda yoqtiradigan gullar, salqinni uncha xush ko'rmaydi. Suvni kam ichadi. Ko'p sug'oraversangizda tibidan, bo'g'inlaridan bo'g'inli bo'ladi, sinib qoladi. O'shaning uchun suvni kam chanqatib berasiz. Soyaroq joyda parvarish qilasiz. Tek quyoshdan himoya qilgan holda. Oziqlantirish hamma gullar qatori bahorda oziqlantirasiz, yozda oyiga bir mahal oziqlantirib turasiz. Ko'paytirish biroz qiyinroq. Bu begona gullarini urug'idan yoki kartoshkasidan ko'paytirsangiz bo'ladi. Hozir sinov uchun mana ko'pgina urug'laridan ekib qo'ydim. Xudo xohlasa ko'karib chiqsa, albatta sizlarga ham yetkazishga harakat qilaman. O'zimizni iqlimda parvarish qilish hali tajriba qilib ko'rganim yo'q. Bu begona gullarini oddiy novlaridan parvarish qilganmiz albatta. Ularni kartoshkasidan ekish bahor oyida, aynan fevral oyida amalga oshirasiz. To'g'ridan-to'g'ri torfga ekasiz tuprog'i. Boshqa qo'shimchalar shart emas. Torfni o'ziga eksangiz, bu injiq gul, bu sortlari. Shuning uchun fevral, mart oylari juda yaxshi ko'paytirishga urug'idan, kartoshkasidan ekib yetishtirsangiz bo'ladi fevraldan boshlab. Bularni qirqib turish kerak. Chiroyli shakl beraman desangiz, albatta dumaloq qilib shakl berib qirqib tursangiz ham bo'ladi. Mana gullarimizni urug'laridan ekib oldik, teplechkamizga joylab oldik. Endi buni 25 gradus haroratga qo'yamiz. Yana bu yog'ini ham Xudo xohlasa bugun ekib olamiz. Hammasini ekib o'nib chiqqanini Xudo xohlasa sizlarga albatta ko'rsatamiz. Ko'karib chiqsa katta idishlarga, birdan katta idishga emas, o'rtacha idishlarga olib chiqamiz bularni. Har 5 kunda konteynerimizda ochib suv purkab qo'yamiz. Ozdan suv purkab turamiz. Mana Xudo xohlasa bo'ldi. Begona gullaridan ekdim. Bunga ham, bunisiga ham hozir begona gul urug'idan ekdik. Eng qimmat novlaridan o'zimizda bu gullar halicha bozor nimalarida ko'rmadik, uchramadi. Xudo xohlasa ko'karib chiqsa, albatta sizlarga ko'rsataman. Qolganlarini esa mana bo'sh konteynerlarga hozir egib chiqamiz albatta.